endi tugadi, chaynashni to'xtatinglar onasini biz moy chiqib ketdi sho'rlik anoshgani. Men u qizni yarim gram ham yonini olmoqchi emasman. Вообще qoralayman ham kerak bo'lsa, ko'tini ochib, yog'ini ochib yiqqan pastpichiga-yu, qimorlarda reklama qilib gapirib chiqqanlari-yu, hammasi u o'ta jirkanchli narsalar, lekin degan joyi bor. Lekin qo'pol qilib aytganda hammani ko'ti bo'q. Hech kim oymomo emas. Hech kim yulduzcha emas, farishtacha, qonatcha, tepasida kalchochasi yo'q. Hammamiz bir-birimizni muhokama qiladigan darajaga yetib kelmaganmiz, hech kim. Mening endi bir 14-15 mingta pastpichikcham bor, men ham katta kurga qo'shilibman, fikr bildirib, mana haqida bildirmoqchiman desa bo'ladi-yu. Gap u haqida emas, gap o'shani orqasidan yomonlab, qimorvoz, fohisha, balobatlar deb xuddi bir bilan solishayotganda ushlab olgandek, orqasidan hayb qilayotgan urovni baland anavlarda ham, blogerlarda ham o'zi normalniy urovni bor. Ya'ni o'shani orqasidan izdivatsiya qilib, birovning ustidan kulib, mayli ming yomon bo'lsa ham hayb qilib pastpichik qilyapti yana. Kontent qilyapti. Tema yo'q qilishga. Eng alam qiladigani ibratli video ishlab beradigan qo'shniqchidagi aqllichalar ham o'shani izdivatsiya qilib, bachkana ustiga korobkalar yopib, bir bolozib ustidan kulib chiqyapti. Haqiqatan yonib ketgandir balkim. Yo'q, yonmagan taqdirda ham fikr bildirishga haqqinglar bor, lekin yomonlashga, ya'ni o'zlaringcha izdivatsiya qilib ustidan qilishga haqlaring yo'q, hayb qilishga. Chiqinglar. Mana bunaqa qilibdi, uyim yonib ketdi deb, balki yolg'on gapirgandir, yolg'on gapirgan bo'lsa, agar juda yomon ish qilibdi, pul yig'ib, mashina olibdi deb fikr bildiringlar. Izdivatsiya qilib, uni ustiga yana aktrisalar qilib, yomonmi o'lib ketsin, ko'rmasin, yomonni yomon, yaxshini yaxshi o'zi ajratib oladi hamma. Lekin unaqa qilib izdivatsiya qilib, yana qaytarib aytaman, hammamiz omimiz, ko'timiz bo'q. Aqlli gap gapirayotganda ham tagini kovlasangiz o'zi raso chiqib qoladi. Mayli ham orqam, misol uchun kimdir hozir aqlli gap gapiryapti deb nimadir chiqib kelishi mumkin. Lekin birovning ustidan balki haqiqatan agar musibat bo'ladigan bo'lsa, izdivatsiya qilib, bunaqa hayb qilish, ayniqsa katta urovdagi blogerlarga sharmanda, uyat.